yaxshi variant chiqqanda borku, reklamaga e'tibor qilsanglar, mana shu xonadonni sotib olishga ulgurib qolasizlar. 6 sotix yer maydoniga tushgan, mana shu hovlimiz sotilyapti. Narxi ham qimmat emas. Shahardan ham 3 xona, 4 xona uylarni 110 ming atrofida olasiz. Mana shu hovlimizda 110 ming dollarga berib yuborishar ekan. Joylashuvi ham ajoyib joyda. Qarang, kirishimiz bilan 3 ta 4 ta mashinani bemalol joylashtirib qo'ysangiz bo'ladi. Hovlisi ham juda ham keng, zeleniy zonasiga o'zingiz e'tibor qo'ying. Kengina bo'lib turibdi. Hamma sharoitlari bilan birga 6 ta xonadan iborat. Mana bu joyda bitta mehmonxonamiz joylashgan. Endi remont tugallanmagan ekan bu xonalar, lekin mana bu yoqda 4 ta 5 ta xonani yashashga tayyor qilib, kirib yashaydigan holatda o'zlari yashab turibdi ekan. Video davomida kadrlarni qo'yib boraman. Bu omazada yozgi oshxonamizda joylashgan va tualet vannamiz ham mavjud ekan. Xullas kalom, Zangiota tumanida joylashgan Erkin postdan 6 kilometr uzoqligida Orom kafeni bilasizmi? O'shani orqa tomonida 300 metr yo'lda yuzdan kirganda 110 ming $AQSh so'ralyapti. Kelishadigan joylari bor. Nomerlarni qoldiraman. Batafsil ma'lumot olsanglar bo'ladi.